Birodarlar, jannat deb uzoqni orzulama do'stim. Jannat deb o'zgalarning yurtini mo'ljallama do'stim. Hajga borolmadim, Ka'bani ko'rolmadim deb to'ksima do'stim. Ota-onang bormi? O'shani duosini olgin. Ota-onang bormi? O'shani duosini olgin. Otani, onani duosini olgan odamni oldida azizlar, ulug'lar tiz cho'kkan. Tiz cho'kkan. Kerak emas osmondagi oylar ham, kerak emas sizsiz dunyo saroylar ham, kerak emas sohib jamol chiroylar ham. Siz uchundir yuragimning to'ri onam, siz bor o'zim zo'rlarining zo'ri otam. Bag'ringizga boshim qo'ysam g'amim ketar, duoyingiz bilan barcha kamim bitar. Yonimda siz menga shuni o'zi yetar. Siz uchundir yuragimning to'ri onam, siz bor o'zim zo'rlarining zo'ri otam. Jannatim onam, davlatim otam, siz uchundir yuragimning to'ri onam, siz bor o'zim zo'rlarining zo'ri otam. Jannatim onam, davlatim otam, siz uchundir yuragimning to'ri onam, siz bor o'zim zo'rlarining zo'ri otam. Azar çeksem mendan ko'proq og'riganim, uzoq ketsam mendan ko'proq sog'inganim. Bu dunyoda yolg'izgina ishonganim, siz uchundir yuragimning to'ri onam. Bizni deya ishlab hech ham tolmaganim, kamim bo'lsa bir lahzada to'ldirganim. Og'ir kunda yolg'izgina suyanganim, siz bor o'zim zo'rlarining zo'ri otam. Gul ko'tarib o'tiribmiz qarshingizda, duo bering baxtli bo'laylik keliningizda. Birgina bir iltimosim Alloh sendan, 100 yoshda ham otam onam bo'lsin menlar. 100 yoshda ham otam onam bo'lsin menlar. Jannatim onam, davlatim otam, siz uchundir yuragimning to'ri onam. Siz bor o'zim
zo'rlarining zo'ri otam. Jannatim onam, davlatim otam. Siz uchundir yuragimning to'ri onam. Siz bor o'zim zo'rlarining zo'ri otam. Mana boyligim, eng chiroyligim, mehribonim onajonimsiz. Omadim baxtim, siz toji taxtim, jonim onajonimsiz. Omadim baxtim, siz toji taxtim, jonim onajonimsiz. Mana jannatim, bor davlatim, keragimsiz onajonimsiz. Ko'ksimda turgan, sizni deb urgan, yuragimsiz onajonimsiz. Ko'ksimda turgan, sizni deb urgan, yuragimsiz onajonimsiz. Manda o'yingiz, duoda qo'lingiz, farishtamsiz onajonimsiz. Manda o'yingiz, duoda qo'lingiz, farishtamsiz onajonimsiz. Nafis guloyim, biram muloyim, sarishtamsiz onajonimsiz. Nafis guloyim, biram muloyim, sarishtamsiz onajonimsiz. Mana boyligim, eng chiroyligim, jannatimsiz onajonimsiz. Omadim baxtim, siz toji taxtim, jonim onajonimsiz. Omadim
baxt koshonasining aziz mehmonlari, sohibu sohibalari, bugungi ayyom Hoji onajonimiz Munavvarxon onajonimizni tavallud ayyomini nishonlash uchun onamizni orqasidan quvlab xonadonlarga ham keldik. Onajonim tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Allohim umringizga, rizqingizga baraka bersin. Hojotam bilan qo'sha qariylar ilohim. Sizlarni barcha yaqinlaringiz, xususan mehribon farzandlaringiz, o'g'il va qizlaringiz, kelin va kuyovlaringiz nomidan, nevaralaringiz nomidan muborakbod etamiz. Qo'sha qariylar, ko'z tegmasin. Mana shu chiroyli, nuroniy yuzlardan nur yog'ilib turgan Piru badavlat otajonimiz, onajonimiz bo'lib yuraveringlar. Sizlarni jon dildan yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz nomidan chiroyli, go'zal tilaklarni Alloh qabul qilgancha yetkazamiz. Marhamat, tinglang, zavqlaning va farzandlarni chin dildan duo qilib o'tirish esdan chiqmasin. Onajonim, yozaversam mehringizni qalam qilib, o'tsa umrim ketmaydi hech alam qilib. She'rlarimni poyingizga gilam qilib, ona, sizni asrash uchun yaralganman. Parvonadek qoshingizda giryon tanim, men bormanki yengolmaydi dardlar g'anim. Poyi jannat, beminnatim onam menim, ko'nglingizga qarash uchun yaralganman. Bolamanmi, yo 40 dan o'tsin yoshim, xizmatdaman qarshingizda egib boshim. Bir o'zingiz bu hayotda ko'ngildoshim, joringizga yarash uchun yaralganman. Nomingizni takrorlayman zabonimda, yiroqdami tursangiz ham gap yorimda. Qayda bo'lmay, sinlar qoqib har onimda, holingizni so'rash uchun yaralganman. Onajon, otajon, qo'sha qariylar, ko'z tegmasin. Ilohim uzoq yillar ulug' yoshlarga yetib yurish hammalarga nasib qilsin. Bayramlar, sovg'alar muborak bo'lsin onajon. Endi sovg'alarni qo'yamiz va chiroyli tarona taqdim etamiz. Hamma bayram vaqtiga marhamat. Hamma raqsga marhamat. Yonimga kelinglar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Onalar o'ynasin, gulbering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Dunyodagi mening yaqin insonlarim,
alanga yanadımsa tutarla başımda bir tağ alanga yanadımsa istediler yodalar oynasın anam oynasın anam oynar çocuklar oynasın anam. Yor bo'linglar, sog' bo'linglar. Onajon sovg'alarimizdan xursandmisiz? Juda xursandman. Judayam xursandman. Rahmat. Sizni xursand qilishga, otajonisi bilan onajonisini ko'nglini ko'tarishga harakat qilgan o'g'il qizlaringizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Ilohim topganlariga baraka bersin. Sizlarga qilgan yaxshiliklarni Allohim ming karra qilib qaytarsin. Va mehribon farzandlarni padara buzrukvorimizga ham rizqlari bor. Otajon, sizni ham halol mehnatlaringiz, peshona teri bilan, halol luqma bilan voyaga yetkazganingiz uchun farzandlar nomidan minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Otajon, gap kela qolinglar tortibsa. Happy birthday to you. Happy birthday. Rahmat. Ota-onamizni quvonchlari cheksiz. Ilohim o'g'il qizlarga bundan-da yaxshiroq, bundan-da yana ham ulkanroq sovg'alar qilish nasib etsin. Hoji otam, hoji onam sog' bo'linglar. Otajon, bu dunyoda biror kam ko'stim yo'qdir. Sizdek mening sadoqatli do'stim yo'qdir. Duoyingiz asrar meni, ko'nglim to'qdir. Boringizga shukr deyman otajonim. Siz bor sabab bu hayotda baxtim topdim. El ichida xizmat qilib taxtim topdim. Gar qiynalsam yoningizga darrov chopdim. Madadkorim o'zingizdir otajonim. O'z yo'limni topdim, tutib qo'lingizdan. Yurdim doim siz ko'rsatgan yo'lingizdan. Bugun xabar ololmadim holingizdan. Shodlik to'la ummonimsiz otajonim. Otajon, onajon sog' bo'linglar, qo'sha qaringlar, bayramlar muborak bo'lsin. Mana tadbirimizni juda chiroyli, ko'tarinki kayfiyatda nishonlayapmiz. Endi tabriklash uchun so'zni kimlar bilan? O'g'li bilan keliniga beramiz tabrik uchun so'zni. Bular efirda kuzatishyapti bizni. O'zi kattalarga bermoqchi edik, bular endi Gapiring keyin. Mikrofon sizda. Kamol taniysiz? Yo'q, sizni hamma ko'ryapti, kelmay gapiring. Assalomu alaykum. Bizni xonadonimizni farishtalari. Ota tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Har doim bosh bo'linglar. 8-marta aytib beringlar, hech yo'q. Ikkiga o'qigansan-da, akam. O'qituvchi ustozdan aytadi bitta she'r, onajonim haqida she'r. Hayajonda kelmayapti. Bo'pti, mayli. rahmatlilar uchun hammalar Allohimizdan mahrum bo'linglar. Ota-onamiz juda ham xursand, mana sizlarning tabriklarni eshitib. Endi tabrik uchun so'zni onamizni tabriklash uchun eng haqli bo'lgan inson otajonimizga so'z beramiz va yana tog'alarimizga beramiz. Yo'q, kattalarga beramiz. Shunchalik vaziyat deganlar uchun hammalarga rahmat. Qizlarimga ham, bolalarimga ham, hammasiga shunchalik biza onasini hurmat qilib, meni hurmat qilish shunchalik vaqtda rahmat. Tinch bo'lsin.
endi onajonim sizga kelsa bundan keyin 100 yoshlarga kirganda ham mana shunaqa qilib o'tiraveraylik. Shunaqa chidadim qoniga desam. Sog' salomat bo'lgin, bor. Hurmatli mehmonlar, avvalambor mana akam yonida Turfaxon akam yonida mana bundan 50 yil 15 yil oldin men shu ularni to'yga tushgan edim. Mana 50 yil 15 yildan keyin mana shunga o'tirib, hojana shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Bunaqa yoshlardan juda ko'pini ko'rdik. El yurtda barchamiz bundan avval bo'lsin, ilmingiz ziyoda, sog'lig'ingiz barkamol bo'lsin. Barcha yaxshi narsalarni amalga oshirdik. Shu avlodlaringizdan olim ulamolar, obisi Qur'onlar, yaxshi insonlar chiqarib, sizlar boshlariga nurdan tosh kiydiruvchi farzandlar bo'lsin. Akam bilan baxtli saodatli hayot kechirdilar. 50 yil tahmadotdan lekin bunaqa umrdan yetkazgan Allohga shukrona qilib, har doim baxtimizga sog' salomat yuringlar. Rahmat sizlarga. Ko'p yashanglar. Qadamlik aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Bizni Eshonqulovlarning sulolasini eng katta vakillari mana kattalarimiz o'tib ketdi. Mana buvarlar, mana oqsoqollarimiz, xususan jangam bugungi tavalludingiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Akam bilan qo'sha qaring, yuzlarga kirganda ham yetaklashib, birgalashib yuringlar. Farzandlarning baxti kamolini teng ko'ringlar. Ilohim shu kunlarni, shu tadbirlarni boshlagan, shularga bosh qo'shgan farzandlaringiz qo'shganlari bilan qo'sha qarisin. Mana shularni orzu xuddi o'zlarining orzusidagi narsalarni farzandlaridan qaytsin. Hammasi farzandlarini o'qitishyapti. Chiroyli qilib siz birgalashib, ikkovlashib qarashyapsizlar. Shu farzandlari Oygulni ham, Jasurni ham, Ozodbekni ham, Mohigulni ham, hammasini Sanjarbekni ham farzandlari milliarder bolalar bo'lsin, milliarderlar o'rtasi bo'lsin. Bu koshonalardan ham zo'r koshonalarda o'zlarini mehmon qilsin. Nimaki yaxshi niyatlar o'tkazgan bo'lsa, qilgan bo'lsa, farzandlaridan qaytsin, farzandlaridan topishsin. Hamisha sog' salomat bo'lib, bizni boshiga, bizimizga bosh bo'lib, hamisha mana shunaqangi chiroyli kunlarda yurishlik nasib qilsin. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Jonim tug'ilgan kuningiz bilan, qachon bilan qo'shganingiz bilan qo'sha qaring, tanjoningiz sog' bo'lsin. Musofir tuylarga yurgan jiyanlarim tanjoni sog' bo'lsin. Nevaralaringiz hokim, podsholar bo'lsin, prezident bo'lsin Xudoyim. Allohim hammalarini o'qishlariga kirsin, yana ham yuzlarga kirib, shunaqa yuzga kirgan ham shunaqa to'ylar nasib qilsin Xudoyim. Hammalariga xush kelsinlar, rahmat. Yana bormi keldi? Bala Abdurahmon. Jildi ejimiz Göylerlikide bari kullu bo'lsin, uzoq umr ko'rgilar, baxtli tatlı yashagilar, farzandlarilar imonli, insofli farzandlar bo'lsin, o'zlar tarbiyalagandek. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, uzoq umr ko'ringlar. 100 yoshlarga kiring. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Akam bilan qo'sha qaring. Rahmat. Xudoga kamsan qo'shamiz. Mana hozir shu yerda barcha qarindoshlar yig'ilib qolsalar, hammalarini turvoylarla birgalashib juftlar turvoylar qarindoshlar yaqin turvoylar. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Ammajon, akangiz oldiga turib oling. Hamma jigarlar birga turib olamiz. Hozir sizlar uchun atalgan jigarlarimiz haqidagi chiroyli she'rimni o'qib beraman. Bu she'rni o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Bir tinglab ko'ringlar sizlar ham. Tushgan burda nonni bo'lib yeyishgan. Hayotimga zo'r hissa qo'shgan akam, ukam, qorindoshlarim, opam, singlim, beshikdoshlarim. Yurt qanoti ildizimizdan deya faxr etasiz bizdan. Asli quvvat olganman sizdan. Mening mangu ko'z va qoshlarim, jigarlarim, beshikdoshlarim. Allagohu beshigimiz bir, ohangrabo qo'shig'imiz bir. O'g'il qizlar yoshligimizdir. Jigarlarim, jondoshlarim, og'am, inim, beshikdoshlarim. Gam yiqilsam suyab qo'ydingiz.
Erkalasam ayam suydingiz, oqibatdan mehr tuydingiz. Uyda hakam, eshikdoshlarim, tuproqdosh u beshikdoshlarim. Yig'ilishib uyda xotirjam, to'y tantana qilishib bayram. Ota-onam duolarin ham olsak ko'kka yetar boshlarim. Sutdoshlarim, beshikdoshlarim, qadrdonlarim, joni-jigarlarim hammalar sog' bo'linglar. Safilar kengaysin, kamaymasin. Ilohim zurriyotlaringlardan qoriyalar, murattab qorilar chiqsin. Ka'baga imomlar, imomlarga ustozlar chiqsin ilohim. Xonadonlardan yaxshi kunlar, tantanalar arimasin. Sog' bo'linglarki, ko'ngillarga bayramlar chiqsin. Mana shu chiroyli bayramlarda hamisha yig'ilib yuringlar. Endi onamga sovg'a loyihasi ijodkorlarning bir ajoyib an'anamiz bor. Mana shu an'anani sizlar bilan davom ettirmoqchiman. Hoji otam bilan hoji onam juft o'tirishibdi. Ammajonimizni chalabarmi shu yerda? Juft o'tiringlar-da. Hozirgi tog'amiz bilan jengamiz birga turinglar. O'ting tag'in. Jengam bilan birga turib oling. Arkadagi akalarimiz, ayollar ham bormi shu yerda? Yo'qmi? Xotin-ayollar chiqib ketsin. Xotin-ayollar chiqib turibsizlar. Uka, sizni kelinchagingiz bormi shu yerda? Mana shu akam bilan turibman. Bering, bolajonim ketsa berib turing. Hamma juftlar tursin, faqat juftlar tursin, qolganlar tashqariga chiqib turamiz. Ya, hamma hozir xursand bo'lib ketasiz. Sizlar ikkovinglar juftliga necha? 4 ta juftlik bo'ldi. Bolajonni olib turamiz qizlar. Kelinchagimizni qo'ldan bolajonni olib turamiz. Azizlar, hozir biz sizlarga mikrofon taqdim qilamiz. Chiroyli qo'shiq qo'yamiz. Mana shu qo'shiqqa fonogramma asosida qo'shiq aytasizlar. Birinchi kupletiga hojiotdan bilan hojonam, ikkinchi kupletiga tog'amiz bilan jengamiz yoshiga qarab kupletlarga bo'lib berasizlar. Iloji bo'lsa turmasanglar ham mayli, turmasanglar ham mayli, chiroyli chiqadi. Men o'rgatib turaman harakatlarni. Şikab oldum kulbulatday ağzına, aşık buldum sana aydi cemaline. Şükrelerin yüreğimde sayleme, gözüm yeteyim saline. Şükrelerin yüreğimde yandırdı, sayleme, gözüm yeteyim saline. Aşkım düştü sende güzel nazarına, yok dime gel yok bulay harazıma.
sendek güzel nazanım ya dağda nazlanma köküyor olay harazım ya harazımın aslanı bir yar var derler ki sevgi yar var yüreğine aşkım bilgilenme ben gerek kızar var Rahmat, juda chiroyli ishtirok etdinglar. Kayfiyatlar ko'tarilib ketdimi? Mana talant, shuncha talantlarni yashirib o'tirgan ekansizlar-da. Endi qarindosh urug' to'qisanglar, aks aytib o'tirmanglar. O'zinglardan chiqargan hammasi. Sog' bo'linglar, ko'ngilga shunaqa bayramlar chiqsin, salomat bo'linglar. 100 yoshga kirganinglarda shunaqa qilib nishonlash nasib qilsin. Hojatdan, hojanam uzoq umr ko'ringlar. Yaqinlar baxtiga sog' bo'linglar. Endi tabrik uchun onajonimizni, qudajonisi tashrif buyuribdi, o'rtoqlari tashrif buyuribdi. Yana mehmonlarimiz bor, so'z beramiz, kelinglar. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Mana shu o'rtog'imning xonadoniga. Mana shu o'rtog'im tug'ilgan kuni ekan. O'rtog'im 100 yoshlarga kirib, mana shunaqa xursandchilikni har yiliga, har doim mana shunday kunlarni o'tkazsin. Sog' bo'ling, qo'shganingiz bilan qo'sha qaring, bolalaringizga bosh bo'ling. Baxtli, taxtli bo'lib yashab yuringlar, chol-kampir bo'lib. Rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun Hoji akam bilan Hoji opamni tavallud tug'ilgan kunlar ekan. Hoji opamizni Allohim shunaqa tug'ilgan kunlar cheksiz sonlarni ko'rib yurishik nasib qilsin. O'g'ildir, qizdir, nevara-chevaralaringizga bosh bo'lib yurishlik, qo'sha qarib yurishlik, to'ylar qilinglar, to'ylaringlarda, to'ralarda kelib o'qilishlik nasib qilsin. Hamisha farzandlarning rohatini ko'rib yuringlar. Har bir kuningiz shu bugungidek xursandchilik kunlaridan bo'lsin. Allohim tabriklaymiz. Rahmat jo'natsangiz uchun va chiroyli musiqamiz
Sağ bolalar, bor bolalar. Endi ota-onamiz atalgan farzandlarning eng zo'r sovg'asi bor. Sovg'alarning ham eng zo'ri. Mana shu sovg'ani hammamiz olqishlab kutib olamiz, marhamat. Alqishlasin.
minnatdorchilik bildiramiz. Opajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sog' bo'lsinlar. Endi navbatni bazimizni yanada ko'tarinkiga chiqarish uchun qiziqarli o'yinga beramiz. Men qiziqarli o'yinni shartini tushuntiraman. Elyobbek ko'rsatib berasiz. Birinchi hojatdan boshlab beradi. Hojatda tushunib olasiz hozir shartimizni. Qo'limizda mana davramizni o'rtasiga turgan joyingizda turaverib, turasiz. Hammamiz diqqatla eshitamiz, aziz mehmonlar. Otajon qarang. Menga qarab turing, otajon. Mana oldingizda ichimlik suv turibdi. Ko'zingiz bog'langan holda muzikaga raqsga tushib, qo'lingizdagi bilan kelib urib yiqitasiz. Mo'ljallab, ko'z bog'langan holda, ha. Mo'ljallab oling. Yo'q, yurib kelasiz. O'yinga tushib, yurib kelib lekin urasiz. Ko'zingizni yaxshilab bog'laymiz. Siz opashida bayrab turasiz. Raqsga tushib kelamiz. Hammamiz o'xshab qolamiz. Davom etamiz. Kim davom etadi? To'g'ajonimiz davom etadi. Yoshlik eslayap, masaqaslar. Ayollarga beraylik. Mayli, ayollar sen. Ayollarga beraylik. Asli yomon o'tkin tashlari. Oğullarımız var, kelinlerimiz var. Amirbek, ke oğlum sen nişonga ber, Amirbek. Amirbek, ke. Biz turgan joyda uch marta yana 2 yilga chiqadi. Qo'ldan ushangiz sen bilan o'z o'ynaydi. Oyda o'g'il qizlardan yo'qmi?
Azizlar, sog' bo'linglar, doim o'ynab kulib yuringlar, xonadonlarda shu quvonchli, baxtli kunlar juda ham ko'p bo'lsin. Endi tabrikchi so'zni yangi tashrif buyurgan mehmonlarimizga va o'g'il qizlar nevaralariga beramiz. Kelinglar. Biz mana Ular ashula aytgan biladi. Hamma aytdi. Hurmatli mehmonlar, hurmatli qarindoshlar, xonadonga xush kelibsizlar. Mana bugun 71 ga kirdingiz-a? 73 ga? 71 ga kirdingiz. Endi 2 yil qo'shiladi. Yildan bilan qo'sha qaring, tinch bo'ling. Doim to'ylar bo'lsin shu xonadonda, to'ylar qiling. Nevara chevara to'ylar o'tkazib, biz xizmat qilamiz, xudo xolasa. Tinch bo'linglar, bizni baxtimizga uzoq umr ko'ring. Bizga bosh bo'ling, doim tinch bo'ling. Jazam rahmat sizga. Tinch bo'ling. Salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Assalomu alaykum aziz qadrdon qarindoshlar, yaqinlar. Bugun mana ijod tug'ilgan kun ekan. Biz oilamizni oldidan chin yurakdan tabriklayman. Sizni uzoq umr, salomatlik, jazmlar hamisha birga baxtli hayot kechiring. 100 yoshlarga kirganda ham xuddi mana shunaqa tashrif buyurib, shunaqa bayram qilib, tashkil qilib, joy qilib, tantana bayram qilish nasib qilsin. Bolalaringizni huzurini ko'ring, iloyim. Yana shu kunlarga chevaralar ko'ring, nevaralar ko'ringlar, iloyim. Yaxshi kunlar bo'lsin, hamisha xonadoningizda to'ylar bo'lsin. Rahmat. Yana avvalo tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 71 yilligingiz qutlug' bo'lsin. Shu bizni uylaganda ham shunaqa qilib tetik o'ynashlar nasib qilsin. Yana tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim yuzga keling, doim bizni boshimiz bo'lib yuring. Yana bovam bilan qo'sha qaytayman. Sanbay, ke oynaymiz endi. Rahmat. Aytganing kelsin. Bobom bilan qo'sha qaring.
beramiz. Kelinglar. Hech kim qolib ketmasin tabriklardan. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, o'rtoq xonadonlarga xush kelibsizlar. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadri. Fursat g'animatdir shoh satrlarla, bezamoq chog'idir umr daftari. O'rtog'im umr daftarini bezashda har doim bardavom bo'lsin. Chol kampir ikkalasi qo'sha qarib, nevara, chevara, gevaralarda to'ylarni ko'rishing nasib qilsin. Umr daftarini bezashda hech qachon qolmanglar, qolmanglar. Aziz mehmonlar, tug'ilganingiz bilan nasib tug'ilganlar ko'pini ko'ring, otam bilan qo'sha qaring. Assalomu alaykum. Bugungi mana shu yig'ilishimiz sababchilari aziz mehmonlar, xush kelibsizlar xonadonimizga. Onajonim tug'ilgan kuningiz bilan Allohga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Har doim otam bilan qo'sha qaring. Sizlar sog' bo'lsanglar, biz ham sog'miz. Har doim umrlar uzoq bo'lib, nevara to'ylarda to'ylarda duo qilib o'tiraveringlar. Xush kelibsizlar mehmonlar. Assalomu alaykum. Ashxonadonga yig'ilgan mehmonlar. Onamizni tug'ilgan kuni munosabati bilan yig'ilibmiz. Xudo xohlasa bunaqa yoshlardan ko'pini ko'ring, baxtimizga sog' salomat bo'ling. 5 ta farzandni xudo xohlasa katta qildinglar. Qiynalib, o'zinglarni o'zinglar bilasizlar. Biz ham oxirrog'ida bilaman, akalarim ko'proq biladi. Xudo xohlasa rohatingizni ko'ringlar. Mana shunda qilayotgan hamma tilaklariga qo'shilib, hamma duolarga qo'shilib turibmiz. Xudo xohlasa yaxshi kunlarimizni, faqat endi yaxshi kunlarimizni ko'rib, nevara chevaralari to'ylarida ham o'sha otamlar birla bosh bo'lib to'g'ringlar. Endi she'r esdan chiqib qoldi hozir. Akalarimga ham, ijalarimga ham katta rahmat. Mana shunday tashkilotchilik qilib, endi biz mashina bo'lib qolganimizdan sababchi bo'lib qoldik. Ko'rishayotgan bo'lsa ularga ham katta rahmat. Har doim shunaqa birligimiz yo'qolmasin. Birligimizni doimo bosh bo'lib, sizlar duo qilib, biz turinglar, xudo xohlasa. Musulmonlarga qo'shilmasin. Mana bugun Munavvarxon hoji onamizni, hoji otamizni yubiley to'ylarini birga nishonladik. O'z-o'zidan shunaqa to'yga aylanib ketdi. Otajon marhamat onamizdan turib olasiz va hayotinglarda bundan-da yaxshi kunlar bardavom bo'lsin. O'g'il qizlarning baxtiga sog' va salomat bo'linglar. Azizlarim, qadrdonlarim, Allohim hammamizga, barchalarimizga ikki dunyo saodatini nasib etsin. Chin dunyodagi uyimiz hashamatli bo'lsin. Qur'on bilan o'ralgan, salovatlar bilan yasatilgan, chiroyli amallarimiz bilan to'ldirilgan bo'lsin. Umringizga fayz va barakalar bersin. Sog' salomat bo'linglar. Endi onajon shunaqa chiroyli sovg'alar uchun otajonim bilan birgalikda chiroyli duo qilib berasizlar va ketidan to'y sohiblari uchun atalgan maxsus musiqamizni qo'yamiz, mazza qilib o'ynaysizlar. Bitta duo qilib berasizlar hojatam farzandlarni. Amin. Shunchalik yashadik, mayli, rahmat. Mana xotinimga ham rahmat. Shu vaqtgacha chidab keldi bizga. Tinch omon bo'laylik bundan keyin ham. Mana shunchalik nima qilib qizlarimiz, bolalarimiz mana tadbirda qilishibdi. Rahmat ularga, hammasiga rahmat. Ham bolalarimga ham, qizlarimga ham rahmat. Tinch bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Mana shu yerlarda topganlar to'ylarga, uylarga buyursin. Doim sog' salomat bo'lib yurishaversin. Shu tinch omon bo'lsin. Ishlariga rivoj bo'lsin, nima Rahmat opalarga. Xudoya xudonda bolalarim, qizlarim qo'sha qarisin, tanjonlari sog' bo'lsin. Xudoya xudonda el yurtimiz tinchligini, sog'ligini so'rayman. Mahalla ko'y qarindosh urug' sog'ligini so'rayman. Sog' bo'lsa hamma bo'laveradi. Allohim rahmat. Shunchalik tinch zamonda yashaganimizga Allohimga behisob shukrlar bo'lsin.
Xudoya xudoda topganlari yaxshilik kunlarga buyursin. Hamma ketganlar tan joni sog' bo'lsin. Ashlar qatori bizni bolalarni ham, qizlarni ham, kelinlarni ham, kuyov bolalarni ham tan joni sog' bo'lsin. Allohim bizga qilgan yaxshiliklarni 10 barobar, 1000 barobar qaytarsin. Bolalari baxtli tahli bo'lsin, o'qimishi olima bo'lsin. Xudoya xudoda Parvardigor olam tinch bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Hammamizga rahmat. Kelgan mehmonlarga rahmat, xush kelibsizlar. Sizlarga ham tanijonlaring sog' bo'lsin, qo'sha qaringlar. Bunaqa to'ylarda ko'p yuraveringlar. Yeganimiz qo'y bo'lsin, qilganimiz to'y bo'lsin. Hammaning uyda to'y tomoshalar arimasin, yomonlik kunda yuzini nari qilsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat onajon, sog' bo'linglar, qo'sha qaringlar. Sizlar bilan bugungi chiroyli bazmda onamga sovg'alar ijodkorlari Kaminangiz Gulnoraxon, farzandlarim Abrorbek va Elyorbek bilan birgalikda sizlar uchun quvonchli onlarni tuhfa etdik degan niyatdamiz, umiddamiz. Yoqqan bo'lsa mamnunmiz. Bizning asl maqsadimiz sizlarni xursand qilish. Sizlarni duolar bilan shu darajaga yetib yuribmiz. Hamisha sog' bo'linglar, yaxshilar omon bo'linglar. Endi ota-onamiz jo'natib bergan maxsus musiqalar. Ilohim bizga kelganingizda ham kelaylik. Mana 50 yillik yubiley, 50 yili 15 kun bo'lib boya qaringa shunaqa dedi. 100 yoshga kirganinglarda ham kelaylik. Hammamizga shu kunlarga yetish nasib etsin. Sog' bo'linglar. Endi esdan chiroqlarga tushinglar. Tarixga muhrlaymiz bugungi baxtiyorlarni.